5-mart kuni Yevropa İttifaqı Kengashi bilan Yevropa Parlamenti majburiy emgak bilan ishlab chiqargan mahsulotlarning Yevropa bozoriga kirishini cheklaydigan yangi qonun tadbirlar to'g'risida vaqtli kelishim hosil qilgan. Yevropa İttifaqıning mana shunday bir besim ostida Uyg'ur majburiy emgakiga taqobil turishini asosini nishon qilib, bu qonun loyihasini e'lon qilganligi ma'lum. Biroq Uyg'ur majburiy emgak masalasi bo'yicha mutaxassislashgan tadqiqotchi Dr. Adrian Zenz bu qonunning Uyg'urlarning majburiy emgaki to'g'risida ishlangan mahsulotlarning Yevropa bozoriga kirishini cheklashdagi amaliy unumga savol qo'ymoqda. Cambridge Universitetidagi Xalqaro kechirim tashkiloti Uyg'urlarning haq-huquqini qo'g'dash safarbarlik harakatining shakllanishi bilan Cambridge Universitetidagi Xalqaro kechirim tashkiloti Uyg'urlarning haq-huquqini qo'g'dash safarbarlik harakatining tashkillanishi bilan 3-oyning 4-kuni Cambridge Universitetida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida yig'in ochilgan bo'lib, bu yig'in Cambridge Universiteti o'quvchilarining Xitoy tarafidan elib berilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'g'risidagi tonishini o'stirish maqsad qilingan. Yig'inda Cambridge Universiteti Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga sherik bo'lmaslikka chaqirilgan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy hukumatining Cambridge Universiteti orqali o'zining obro'y va obrazini yaxshilashga ham Uyg'ur irqiy qirg'inchiligidan diqqatini boshqa taraflarga burashga tirishayotganligi ilgari surilgan. Bu yig'inga London Universiteti tadqiqotchisi va shoir Aziz Aysa Alkun, tadqiqotchi Samdanning va Xitoy faoliyatchilaridan Kaylama taklif bilan qatnashib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligi haqida leksiya bergan. Xitoyning Sharqi Turkistondagi rahimsizlarcha bostirishining markazida Uyg'ur bolalarini oilasidan sistemalik ayirishdek bir razil siyosat bor. Bu qabih taktika Xitoyning Uyg'ur madaniyat kimligini yo'qotish va atalmish bir Xitoy ideologiyasini yo'lga qo'yish harakatining asosi deb qaralmoqda. Bu siyosat Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining qo'shimcha mahsuloti bo'lmasdan, balki Uyg'urlarning kimligini yo'qotish uchun qasddan va planlangan bir strategiyasidir. Bo'libmi 2014-yildan boshlab bu vaziyat kishini andishiga soladi. Amerika Kengash palatasi federatsiya organlarining bir qismi Xitoy biotexnik shirkatlari bilan savdo qilishni cheklashni maqsad qilgan qonun loyihasini qarab chiqishga tayyorlik qilmoqda. Xitoy shirkatlarining gen sonliq ma'lumotlarini to'plaganligi va Xitoy armiyasi bilan munosabati borligi o'tirg'a qo'yilgan edi. Amerika Kengash palatasi bu munosabat bilan federatsiya organlarining Yaoming Kangdi dorigarlik shirkati, Beijing Gen instituti va ularning tarmoq shirkatlari qatorliq bir qism Xitoy biotexnik shirkatlari bilan savdo qilishni cheklashni maqsad qilgan qonun loyihasini qarab chiqishga tayyorlik qilmoqda. Egilishicha, Kengash palatasi Davlat bexatarlik va hukumat ishlari komiteti bu qonun loyihasini tekshirdi. Bu qonun loyihasidan ba'zi shirkatlar o'chirilishi yoki texnik ko'p munozara keltirib chiqarishi mumkin ekan. Xitoy mudofaasi organ to'rining 5-martdagi xabarda ko'rsatishicha, Xitoy doiralari mudofaa chiqimini uda 3 yil o'stirgan bo'lib, bu yilgi xamchod 7,2%lik ishish bilan Xitoyning mudofaa umumiy summasi 1 trillion 670 milliard yuanga yetgan. Garchi bu o'sish bulturqi bilan o'xshash bo'lsa-mu, ammo yanada Xitoy ichi ishlab chiqarish umumiy qiymatining ish sur'atidan yuqori bo'lgan. Tünügün Kiyev vaqti 10:41da Odessada ogohlantirish signali chalindi. 3 minutdan keyin shaharda kuchli portlash ovozi anglandi. Gretsiyada e'lon qilingan prototema gezda boshqariladigan bomba hujumining nishoni balkim Zelenskiyning mashina atrofida bo'lishi mumkin deb yozdi. Egilishicha, portlash Zelenskiy bilan ko'rishayotgan Gretsiya bosh ministri Mitsotakis boshchiligidagi vakillar o'miki o'rnidan 150 metr yiroqlikda yuz bergan. Ukraina dengiz armiyasining xabariga qaraganda, chorshanba kuni Port-Ul aslahalariga qilingan hujumda 5 odam qazo qilgan, nurg'un kishi yaralangan.